Assalomu alaykum. Assalomu alaykum onajonim, salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Salomatmisiz? Rahmat jonim, o'zingiz yaxshimisiz? O'tgan bayramlar bilan. Minnatdorman, birgalikda bo'lsin. Bugungi tavallud ayyomingiz, ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin onajonim. Rahmat jonim. Ayni damda yaqinlarimga tabrik loyiha dasturidan teleradiodan bezovta qilib turibman. Mana shu loyihaning boshlovchisi Nasiba Bono bo'laman. Bugungi shodiyonalik ayyomingiz munosabati bilan onajon sizga chiroyli bo'lgan tilaklar kelib tushmoqda ekan. Mana shu tabrik so'zlarini kimlar yo'llamoqda deb taxmin qilmoqdasiz? Endi singillarim bor, o'g'illarim bor, kelinlarim bor, jiyanlarim bor. Albatta, sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi opalaringiz, singillaringiz, keliningiz, onajoningiz tarafidan chiroyli bo'lgan tilaklarni, farzand ne'matlaringiz yo'llashmoqda ekanlar. Birozgina qimmatli vaqtingizni o'g'irlayman, sababi sizga atalgan mana shu farzand ne'matlaringizni tabrik so'zlarini o'qib eshittirish maqsadida. Maylimi onajon? Mayli jonim, rahmat katta. Minnatdorman. Assalomu alaykum. Poylari jannat bo'lgan chiroyligim, mehribonim, jonajonim, onajonim. Bugungi tavallud ayyomingiz, Muhammadimizga ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin. Allohim umringizni uzun qilsin. Hojonadek unvonlarga takror va takror sazovor bo'lib, Allohimning baytini tavof qilishlik, hojonadek maqomlarga sazovor bo'lib, nabiylar to'ylarda to'yboshi bo'lib, ularning aziz duogo'yi bo'lib yurishingizni tilakdoshiman. Mehribonim, jannat farishtam, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Ba'zida bilib, ba'zida bilmasdan qalbingizga ozorlar bergan bo'lsam, uzrlar so'rab qolaman. Duogo'yim, farishtam, sizni juda ham yaxshi ko'raman. O'ylagan niyatlaringiz ijobat bo'lsin. Ichayotgan suvlaringiz obi zamzam suvlari bo'lsin. Chinor umriga teng umr tilayman. Hech ham kasal bo'lmang. Go'zallik va latofat sizning doimo hamrohingiz bo'lsin. Umringiz uzun, tanijoningiz sog' bo'lsin. Mani yoshim katta bo'ldi, ulg'ayibman. Ko'shim baland tik turibman. Ayting, mehringizga arziymanmi onajonim? Yo'q, dilingiz og'ritdim-da, ko'zingiz yoshlab. Gohi yiroq ketib qoldim sizni tashlab. Yoningizdaman, qo'llarimdan mahkam ushlang. Ayting, mehringizga arziymanmi onajonim? deb mana shunday chiroyli bo'lgan tilaklarni aynan siz uchun farzandingiz yo'llamoqda ekanlar onajon. Ularga ham bildiradigan so'zlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa marhamat. Kattakon rahmat. Baxtimiz sog', salomat bo'lsinlar. Har doim shunaqa yaxshi kunlari, shunaqa tug'ilgan kunlari yana ko'pini ko'raylik. Alloh bergan umrimizni shu bolalarim, jigarlarim, onam, hammamiz birgalikda har doim shunaqa xushvaqt o'tkazishi Alloh nasib qilsin hammamizga. Inshaalloh aytganingiz kelsin. O'zingizni ehtiyot qiling, quvonchli daqiqalar hamrohingiz bo'lsin. Yana bir bor tavallud ayyom muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ko'p kattakon rahmat sizga ham. Sog' salomat bo'ling siz ham. Omon bo'ling. Maylijon. Onangizga o'xshab ketar qoshlari, endi yoshmas ulg'aymoqda yoshlari. Hech oqmasin alam degan ko'z yoshlari. Opangizni yo'qlab turing singillar. Hech bo'lmasa bir oyda bir dardlashing. Bolalikni eslab birga chaqchaqlashing. Opa singil bu dunyoda g'animat ekan. Opangizni yo'qlab turing jon singillar. Opajonim, mehribonim, sizni ko'rsam yurak bag'rim esilar. Ko'zlaringiz, so'zlaringiz, sog'inganim
xonadoni yashnab ketar borsangiz, mehr bilan bag'ringizga bossangiz, hech tugamas ular madhin yozsangiz, opangizni yo'qlab turing jon singillar. Opajonim, mehribonim, sizni ko'rsam yurak bag'rim esilar. Ko'zlaringiz, so'zlaringiz sog'inganim onajonim eslatdi. Opajonim, mehribonim, sizni ko'rsam yurak bag'rim esilar. Ko'zlaringiz, so'zlaringiz sog'inganim onajonim eslatar. Opajonlarni yo'qlab turinglar singiljonlar. Hey!